Srochniy noxush xabar. Rossiyada 1-noyabrdan ya'ni yuzni tanib olish Face ID ishga tushadi. Ya'ni ko'chada, metroda qo'yilgan, tramvayda qo'yilgan, hop har bitta katta binolarning oldiga qo'yilgan, ko'chada qo'yilgan kameralar yuzni tanib olib, siz haqingizdagi barcha ma'lumotlarni politsiya xodimiga yuborar ekan. Bu 1-noyabr 2025-yildan kuchga kiradi va kameralar yuzni tanib olishni boshlaydi. Bu menimcha hamma uchun noxush xabar desga ham bog'liq bo'lmaydi. Musofirda yurgan, qiynalib yurgan, dokumentsiz yurgan, qandaydir ishtirofi bor yoki reyestrda yurgan akalarimiz uchun bu juda ham katta muammo bo'ladi menimcha. Shuning uchun videoni maksimal tarqatamiz va dokument yo'qlar iltimos 1-noyabrgacha yana vaqtinglar bor ekan. Mana bugun chiqdi bu narsa, ya'niki bugun chisloyimiz 19-oktyabr 2025-yil. Orada 10 kun, 15 kun vaqt bor. Kimda granitsa masalasi muammo bo'ladigan bo'lsa, dokument tugagan bo'lsa, mana granitsaga chiqib kelinglar. Bizda Avaz akamiz, Temur akamiz granitsaga komfort mashinada olib borib keladi va undan keyin o'sha Rossiyani qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Rossiyada bo'lasizmi, Moskvada bo'lasizmi, oblastda bo'lasizmi, Tulada, Novosibir, yana qaysi, Kazan, xullas hamma viloyatlarda bilasizlar, kvartirada turmaydigan uchun registratsiya kerak bo'ladi. Granitsadan chiqib kelgandan keyin sirasi registratsiyaga qo'ydiringlar, yotoqxonada yotadiganlar, ya'ni kvartirada emas, yotoqda yotadigan va 18 ga to'lmagan akalarimiz mana hamma shaharda bor. Faqat Moskva, Moskovskiy oblastida yurganlar uchun emas, hamma shaharda bor. Obshitlarga registratsiyaga qo'yib beradi, %100 ishonchli va kafolatli. Mana bu Avaz akamiz +7926 132 42 42 raqamlari. Ana shu 1-noyabrgacha granitsaga chiqib kelamiz va granitsaga chiqib kelgandan keyin tezda registratsiyani qilib olamiz. Shunda siz 1-noyabrdan keyin hech qanaqa muammoga duch kelmaysiz. Albatta, ogohlik davr talabi. Biz sizlarga ishonchli narsalarni tavsiya etamiz va musofirlarni ogohlikka chaqirib qolamiz. Videomiz manfaatli bo'lishini videoga bitta like bosamiz va videoni musofirda yurgan barcha tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. Iltimos, ogoh bo'linglar, musofirlar 1-noyabrdan yuzni tanib oluvchi barcha kameralar ishga tushar ekan. Hamma bilsin, hamma eshitsin, hamma ko'rsin va hamma ogoh bo'lsin. Biz ogohlikka chaqiramiz, ya'niki o'sha musofirda hech kim qiynalishini xohlamaymiz. Shuning uchun hozir vaqtingiz bormi? Iltimos, dokumentingiz yo'qmi? Tezda mana bu Erkin akamiz hamda Temur akamizga chiqing. Granitsaga qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar, Zalotodan qarzingiz bormi, nima, qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar barcha muammolaringizni hal qiladi, granitsaga olib borib keladi. Undan keyin keldingizmi, qayerga kelishingizdan qat'iy nazar, Moskva oblast yoki Tula yoki Kazan, Novosibir, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sirasi registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Kvartirada turmaydiganlar, obshitida turadiganlar. Sirasi Avaz akamizga murojaat qilinglar. Trudodagor, Udimlina, Snils, NN, deport zapret tekshirish kerakmi? Hammasi %100 ishonchli, albatta bizda. Qolganlarga Telegram ijtimoiy tarmog'ida juda ko'p mashinniklar bor, даже taksistlarning mashinniklari bor. Bularga aldanib qolmanglar. Biz sizlarga 100% ishonchli xizmatlarni taqdim etamiz. Biz sizlar bilan doim yaxshilik tarafdorimiz va sizlar uchun eng zo'rini tavsiya qilamiz. Albatta, shuning uchun bizning mehnatimizni qadrlab, videolarimizga like bosib, videolarimizni kengroq tarqatib tursanglar, musofirlar uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga harakat qilamiz. Bilasizlar, Zuhurdin musofir kanali ish chiqaradi. Telegram kanalimiz bor, pastda silga qoldirgan. Telegram kanalimizda mana shunaqa zo'r ishlar turibdi. Bemalol o'tib Telegram kanalimizga xohlagan paytingizda xohlagan ishlaringizni ko'rishingiz mumkin. Chunki YouTube yaxshi ishlamayapti deyapsizlar. Agar yaxshi ishlamasa, Telegram kanalimizga o'tinglar yoki poyishdan Zuhurdin musofir deb lotincha yozsanglar ham Telegram kanalimiz chiqadi. O'sha joyga o'tib olsanglar, hamma ishlarimiz har kun tashlab boriladi. Bemalol o'tib, xohlaganingizga nomerlar bor, telefon qilib gaplashib, o'zingizga ish topsangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar, Zuhurdin musofir kanali musofirlar uchun xizmat qilib kelyapti va bundan keyin ham xizmat qiladi. Sizlardan like, komment va obuna bo'lish. Sog' bo'linglar.